Assalomu alaykum. Ilhom o'z kanali hurmatli kuzatuvchilari, mol qo'y chorva ishqibozlar. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun sanamiz 21-yanvar sanamiz bilan 2026-yil nasib bo'lsa, hurmatli kuzatuvchilar, eksklyuziv video tayyorlayapmiz. Ot ishqibozlariga nasib bo'lsa, orqamda turgan biya sotiladi, hurmatli kuzatuvchilar. Manzil Samarqand viloyati Pazdorg'om, yana o'zimizning Kerif ilm mahallasidan. Irg'i, zoti, hamma ma'lumotlarni aytib o'tamiz video davomida. Shunaqangi biya qidirib yurgan akalarimiz, ukalarimizga pastda ekranlarga qoldirib o'tib ketaman. Telefon nomerlari bemalol bog'lanib so'rab olaverasizlar akalar. Ammo videolar boshladik. Arzimagan mehnatimizga like bosishni unutmaymiz jigarlar. Ammo boshlang jigarlar. Bismillahirrohmanirrohim deb. Samir, yaxshimisan ukam? Kayfiyatlar? Samir, bu biyamiz yoshi necha yoshlar bo'ldi? 6 yosh. 6 yosh. Biyamiz ha? Hozir danlimam qisirma, bo'g'ozmi? Bo'g'oz ha? Hozirgi paytda hurmatli kuzatuvchilar bo'g'oz deyilyapti. Mana shu biyamiz mana. Ilmdan akalar, Ilhom ko'p gapirar ekan. Yo'q akalar, ilmdan men ko'p gapirayotgan sababim ilmdan yaxshi otlar, biyalar chiqib ketyapti akalar. Zoti hurmatli kuzatuvchilar qarabayin zotlardan chiqqan, o'zi asli kelib chiqishi, ko'pkar cho'ydigan otlarimiz zotlari yaxshi akalar. Lekin biyamiz ham zo'r. Ilmdan kimda otiga qo'yding buni? Buni O'ral akani janjal qo'shqasiga qo'ydik. Uralda janjal qo'shqasidan to'xtadi. Hozir janjal qo'shqa ilmdan akalar nomer 1 bo'lib turibdi. Hamma katta polvonlar, Jomdan Tayson polvon cho'yapti, yana boshqa polvonlar cho'yib kelyapti akalar janjal qo'shqa. Janjal qo'shqadan to'xtabdi biyamiz deganlar. Mana. Endi qaysi oy tug'ib beradi? Martqami? Martqa tug'adi, ha? Mart o'rtasiga tug'adi deyilyapti akalar. Ilmdan tansilangiz kerak. O'raldi o'zi asli shozotni oti bo'lar janjal qo'shqa. Shu janjal qo'shqadan to'xtab biyamiz mana. Kishda ista turibdi akalar. Biyamiz sotilar nasib bo'lsa. Ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha beryapman. Bitta yergizib ko'rsatganimiz biz obunachilarga. Rollari qanday, gidravlikalar qanday, burilishlar qanday? Yaxshimi? Burilishlar zo'r ha? Aka. Bitta tezliklarni ko'rayqan Samir. Ko'rayqana ishqivoziga. Ana ekan jigarlar, mana shu biyamiz sotilar nasib bo'lsa, narxlarni chiqaramiz. Ana ekan. Tezliklar yaxshi, ha? Zo'rmi? Yishlar zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, endi narxga keladigan bo'lsak, ko'p gapirmasdan gapiramiz. Samir, ishqivoziga nechta qilib berasan? 25 kelishamiz. Savdolari bormi? 25 million so'm narx qo'yildi, katta narx qo'ymadi, men o'zimning fikrim. Yana ham hurmatli kuzatuvchilar, savdolarni qilib beradi Samir ukamiz. Yaxshi niyatda sotyapti biyasini, nasib bo'lsa o'zi musofir yurtga ketyapti, Rossiyaga. Nasib bo'lsa biyamni sotib ketaman aka, uyda qarovchi odam yo'q, shuning uchun yaxshi odam olsin. Ilog'i bormi? Bor. Gashtaklarga cho'dirib beribsan, ha? Gashtaklarga bor. Gashtaklarga bor ekan. To'ylarga cho'dirgan yo'qsan. Faqat buni bolasini olib kelibsan, foydalanib degan biyam zo'r ekan jigarlar. Hali yosh, 6 yoshar dedingmi? 6 yoshar akalar. Ichida bo'g'oz ekan ham bo'g'oz. Nasib bo'lsa, kelishtirib berasan. 25 million so'm savdolari bormi? Savdolarini chotga qilib beraman deyilyapti jigarlar. Oldini ham ko'taraman. Ko'tarmayman oldini. Lekin Boyto'l akalar cho'qda aytiribdi lekin mana. Endi hozircha nima beryapsan oziqa? Bug'doymi, makkaymi, nima berasiz? Arpa yeyapti, bita pirs yeyapti. Arpa, bita pirs yeyib turibdi. Akalar mana endi tramani oti. Lekin badani yomon emas, mana. Oldinga chiqargan biyalarimiz ham sotilib ketyapti akalar. Ilhom o'zi mana shu ko'pkariga qiziqadigan akalarimiz ham bor, ukalarimiz ham bor. Ot qilaman, zotini olaman. 100% shu janjal qo'shqadan to'xtaganman, 100% garantiyalargacha beradi akalar. Videolari ham bormi? Bor. Videolari ham bor ekan akalar. Qo'ygan shu otga videolari ham bor ekan. Nasib bo'lsa, martqa akalar, martni o'rtasi nasib tug'ib beradi akalar, lekin zo'r. Mabodo ishqivoziga mana shunday jobdiq, egar rostdan o'zinikimi? Shu biyanikimi? Shu egar pigari bilan bering deyotganlarga savdodan ichida bo'ladimi yo bo'lmaymi? Egar sotilmaydi. Ishqivoz mabodo so'rasa.
kelishsak berasanmi? Misol shu otdan tashqari, agar ot ichida ham bo'lsa, shu ot egar-pegari bilan bering. Mana bu necha pul oling sir bo'lmasa? $100. 100 dollarga Egarni o'zin. egarni o'zi 100 dollarga chigib tushgan, ha? Shu otga lop bola tushganmi? Otga tushgan, ana akalar. Shu qopqog'i mashari ochiq bo'lgan akalar, men otni haqiqatan ham o'ziga tushibdi lekin. Men ham uncha tushunmayman, tushunayotgan akalarimiz bor. Kelib ko'rib, minib olishlarini tasbih qilib qolaman akalar. Mavoda egari bilan bering deyotganlarga kelishamiz deyapti akalar mana. Savdolari bor, ha? 25 million so'm Ilhom o'zidan chiqayapman aka. Qaysi viloyatdan qat'iy nazar kelib tekshirib olishlarini maslahat berib qolamiz. Ilmdan Duysa akamiz imperator chiqib ketgan akalar, Sindor akamizni o'ris laqabi oti chiqib ketdi yaxshi pullarga. Yaxshi biyalar chiqib ketyapti mana ilmdan akalar. Ot zo'r akalar, ot zo'r. Endi pulni ham yengil qo'ydi akalar. 25 million so'm yaxshi savdosi bor deyapti. Kelsin, ko'rsin, savdosi mashara bitadi deyilyapti akalar. Arzimagan mehnatimizga bittadan layklab bosishni unutmaymiz akalar. Bittadan arzimagan mehnatimizga layk bosib, bitta chovdirasiz endi Samirjon. Haydan qani endi. Ana akalar, haydaysiz endi bu ya. Ana aka, Samirning o'zi musofirga Rossiyaga ketyapti, shuning uchun otimiz sotib keting, idalar bajarilmaydi deyotganiga YouTube ijtimoiy tarmoqqa qo'yapmiz akalar. Ana otimiz. Buning bilan videolarimizni yakunladik. Kimga qanaqangi fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, albatta kommentariyada qoldirib o'tib ketingizlar. Savdolarni qilib beraman deyilyapti. Agar Mavoda savdolaringiz bitmaydigan bo'lsa, chaqirsalaringiz o'zim bitkazib beraman. O'zimda ukam bo'ladi, nasib bo'lsa savdolari chotga qilib beraman deyilyapti. Kelgan odam norozi bo'lmaydi akalar. 25 million so'm bitta ona bola sigirda pul bo'lyapti akalar. Kelasiz, ko'rasiz, savdosini qilib olib ketaverasiz akalar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'lasiz. Reklama xizmatlarimiz ham bor akalar. Tepada o'zim nomerimni qoldirib o'tib ketaman. Reklama ot sotmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, mol sotmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, uyingizga borib qo'yib beramiz akalar. Sog' salomat bo'lasizlar.